Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bizning yurtimizda trendga aylangan va mani rosa asabimni buzadigan soxta psixologiya haqida gaplashamiz. Men 21 yoshdaman va psixologiya va pedagogika yo'nalishida oliy ta'limda 3 yildan beri o'qiyman. Va men 100% ishonch bilan ayta olaman, shu paytgacha bizga o'zini sohasini ilmli professorlar va fan doktorlar dars bergan deb. Lekin bilasizlarmi, shuncha o'rganishlarimga qaramasdan men hali ham o'zimni psixologman deb aytmayman va hisoblamayman. Chunki bu juda ham murakkab va mas'uliyatli soha. Siz uni qancha o'rgansangiz, uni bosimini, kuchliligini shunchalik his qilasiz va hali ko'p narsa bilmasligingizni anglab yetasiz. Chunki psixologiyaning obyekti inson va uning psixikasi. Ya'ni biz sog'lom insonlarning to'g'ridan-to'g'ri psixologik holatlari bilan ishlaymiz. 3 oy, 6 oy, 1 yil kurslarni o'qib, Instagramda men psixologman deb hammaga jar solib, yuzlab, minglab insonlarni orqasidan ergashtiradigan insonlarni men shunchaki psixologiyani fanatkalar deb hisoblayman yoki fanatlari. Chunki o'ylab ko'ring, ularni ko'p aytadigan gaplarini sizga o'rtag'o'yiz ham ayta oladi. Va ularni ko'pisi psixologiya va motivatorlikni ko'pincha qo'shib yorishadi, ya'ni kasha qilishadi. Ammo haqiqiy psixologiya, o'sha fanatkalar sizga berayotgan narsa bo'lganda, psixologiya butun dunyoda bu darajada qadrlanmagan va rivojlanmagan bo'lardi.